odam farzandining hamma amali o'zi uchun. Namoz o'qiydi o'zi uchun, zakot beradi o'zi uchun, haj qiladi o'zi uchun. Illa siyam. Alloh taolo aytadiki, magar ham ro'za. Ro'za men uchun deydi Alloh taolo. Fa innahu li va ana ajzi'u bihi. Ro'za men uchun va uning mukofotini ham o'zim beraman deydi Alloh. Ro'zaga beriladigan ilohiy mukofot Alloh taoloning huzurida. U sir, u Alloh bilan banda o'rtasidagi sir. Nimaga? Chunki banda ertalab hech kim ko'rmagan holatda, hech kimni ko'zi tushmagan holatda nima qiladi? Saharlikka turadi. Uni saharlik qilganligini hech kim bilmaydi. Va kun davomida o'zini yemoqdan, ichmoqdan o'zini nafsini nima qiladi? Tiyadi, yemaydi, ichmaydi. Insoniy istaklardan nima qiladi? O'zini saqlaydi. Mana shuning mukofoti o'laroq oddiy insonlardek yuradi. Shuning mukofoti o'laroq Alloh taolo ro'zadorga beriladigan mukofotni ham o'zi Alloh o'zi beradi.